Tanla. Ha? Tepasidagini tanla. Nimaga tepasidagini tanlayman? Nima o'zi bu? Yevropaga sayohat. Tilla va tillani tanlayotgandim. Bilaman nima tanlashni. Shahloma, bor pulni sayohatga sarflab bo'ldim, tushunyapsanmi? Menga aytmasdan olgan bo'lsangiz, o'zingiz muammoyingiz. Men tillani tanladim. Tilla berasiz endi menga. Menga qarang. Misol uchun men tillani taqsam hamma ko'radi. Yevropaga borib kelganim kim ko'radi? Tilla har doim men bilan bo'ladi. Keyin men tillani taqsam o'zim mazza qilaman. Yevropaga borsam siz ham mazza qilasiz. Menga yoqmaydi bu narsa. Xullas tilla berasiz. Shahlo, hozir meni pulim yo'q, tilla bergan. Bor pulni biletga sarflab yubordim. Men zo'r joyda bilaman, yuring. Mana asl zarda aytdim. Bu yerda juda katta skipka bo'lyapti. Doim shunaqa katta pulga tushirasan. To'xta. Katta xolingni uyga hammasini ushlab tashlayapsan. Oramizda chekki. Shahlo, menda uncha naqd pulim yo'q hozir. Asl zarda bayramona taklif aksiyasi ketyapti. Agar mana shularni naqd pulga oladigan bo'lsak, 20% gacha chegirmasi bor. Eshitdim, fintech orqali 15% ekan, asl zal moliyalashtirsa 5% ekan. Xullas, olib berasizmi? Yo'q, yurdidan. Olib berasiz. Ketamiz. Men baribir tilla. Yevropaga ketishimiz kerak biz. Yevropaga 31-dekabr kuni ketamiz. Bu aksiya 8-dekabrdan 31-dekabrgacha amal qiladi. Hali vaqtimiz bor. Olib bering. Men bu tillingiz, bu esa podarkasi. Rahmat. Shahlo, bu nima? Asl zarda tilla olsangiz podarga qo'shib berishadi. Sen o'sha obuldingmi? Yo'qsa qanaqa qilib ulguysan hamma narsaga? Men cho'ntimda pulim yo'q. Pulimni ber. Ana.